Demak, dastlabki texnikamiz 1982-yilda ishlab chiqarilgan ushbu zil sotiladi. Holati yaxshi holatda, motor Ural motor, orqa balonlar yangi, oldi esa 50% atrofida. Holati yaxshi, ishga tayyor holatda. Narxi 70 million so'm aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Jizzax viloyati. Ikkinchi texnikamiz esa Samasval zil 1985-yilda ishlab chiqarilgan. Holati yaxshi holatda, 2 oy oldin motor qilingan, nahadu holatda, ishga tayyor, hech qanday xarajat yo'q deb ma'lumot qoldirishgan. Narxi $5500 aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Toshkent viloyati. Ikkinchi texnikamiz esa Samasval zil 1988-yilda ishlab chiqarilgan. Holati yaxshi, balonlar beskamerlik yangi balonlar deyishyapti. Motor, korobka, rama, kuzovlarda ham hech qanday muammosi yo'q, ishga tayyor holatda. Narxi $6000 aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Toshkent viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Navbatda yana bir zil 130 markadagi texnikamiz sotiladi. 1986-yilda ishlab chiqarilgan. Holati yaxshi, ishga tayyor holatda, pul zararligi uchun sotilyapti. Texnika ishga tayyor holatda, hech qanday muammosi yo'q deb ma'lumot qoldirishgan. Manzil Navoiy viloyati. Narxi esa 58 million so'm aytilishi, albatta kamaytirib beramiz deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda yana bir zil sotiladi. 1992-yilda ishlab chiqarilgan. Holati juda ham zo'r holatda deyishmoqda. Hech qanday rasxod yo'q, ishga tayyor, faqat minish kerak deyishyapti. Juda ham ko'plab zapchastlarni yangi qo'yganmiz deb ma'lumot qoldirishgan. Manzil Qashqadaryo viloyati. Narxi esa $16000 aytilishi kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatdagi texnikamiz esa 1984-yilda ishlab chiqarilgan, hamma joyi yangi, motor Ural motor, Xitoy gaz balonlari bor, balonlari beskamerlik, holati yaxshi holatda, kuzovning uzunligi 6,60 cm, balandligi esa 2,50 cm deb ma'lumot qoldirishgan. Narxi esa $16000 aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil Surxondaryo viloyati. Navbatda esa zil 130 Samasval sotiladi. Holati yaxshi, motor korobkalari yaqinda remont qilingan, 6 ta balonlari ham 100% yangi deyishyapti. 11 ta gaz balonlari bor. Ishga tayyor, xarajat yo'q. Narxi 130 million so'm aytilishi, narxi albatta kamaytirib beriladi. Manzil esa Samarqand viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Navbatda yana bir zil 130 Samasval 1989-yil, holati a'lo darajada, motor Ural motor, kabina, kuzovlari ham but-butun, 7 ta gaz baloni bor, balonlar ham 80-90% atrofida. Narxi $7000 aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Toshkent viloyatida deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda yana bir Samasval zil sotiladi. Holati yaxshi holatda, motor, korobka, zadniyoslar yaxshi. Ishlab turgan texnika, hozircha hech qanday xarajat yo'q. Rayanni oladiganlar bo'lsa, kelib bemalol tekshirib ko'rishingiz mumkin deb ma'lumot qoldirishgan. Manzil Buxoro viloyati. Narxi esa $5000 aytilishi, albatta kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa 2011-yilda ishlab chiqarilgan Samasval Isuzu sotiladi. Holati yaxshi holatda, hech qanday kamchiligi yo'q, ishga tayyor, hamma joyi idealni qilib taxlab chiqilgan deb ma'lumot qoldirishgan. Narxi 280 million so'm aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Qashqadaryo viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa furgon Isuzu sotiladi. 2010-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, terilgan mashina deyishyapti. Metan gaz balonlari bor. Narxi esa $24000 aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Farg'ona viloyati Qo'qon shahri deb ma'lumot qoldirishgan. Albatta ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, texnika egalaridan to'liq ma'lumotlarni olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, navbatda yana bir Isuzu sotiladi. 2015-yilda ishlab chiqarilgan, probeg 246 deyishyapti. Holati yaxshi, kraskalar top-toza, hech qanday muammosi yo'q, ishga tayyor. Narxi 38 million so'm aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Andijon viloyati. Navbatda yana bir furgon Isuzu sotiladi. Holati yaxshi holatda, 2014-yilda ishlab chiqarilgan, probeg 635,000 km deyishyapti. Holati zo'r. Ishlab turgan texnika, hech qanday muammosi yo'q. Narxi 320 million so'm aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Surxondaryo viloyati. Navbatda Sachman Samasval texnikamiz sotiladi. 2019-yilda ishlab chiqilgan, zavodskiy metan gaz balonlari bor. Probegi 243,000 km.
Ballonlarning 4tasi yangi, qolgani esa 60% atrofida. Narxi 55 ming dollar aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Jizzax viloyatida deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa gaz elguvchi vodovoz sotiladi. 1982-yilda ishlab chiqarilgan. Yaqinda motor remont qilingan, ballonlar o'rta holatda. Korobka reduktorlar noldan qilingan, hech qanday xarajat qolmagan. Narxi 60 million so'm kamaytirib beriladi. Manzil esa Qashqadaryo viloyati. Navbatda gaz elguvchi samosval sotiladi. 1989-yilda ishlab chiqarilgan, holati yangidek, ishlab turgan texnika, hech qanday kamchiligi, muammosi yo'q. Manzil Farg'ona viloyati. Narxi 8 ming dollar aytilishi albatta kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Akalar, videoga like tugmasini bosib kanalga obuna bo'lib qo'ying. Biz esa davom etamiz. Navbatda yana bir gaz elguvchi vodovoz sotiladi. 1985-yilda ishlab chiqarilgan. Holat juda ham zo'r, motor moy yemaydi, ballonlar yaxshi. 120 talik metan gazlari bor, hech qanday xarajat yo'q. Narxi 60 million so'm aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Qashqadaryo viloyati deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa gaz 3308 vodovoz texnikamiz sotiladi. 2006-yilda ishlab chiqarilgan. Ushbu texnikamizni kapitan remont qilib, noldan terib chiqilgan, o'zimiz uchun tayyorlangan, mehr berib tayyorlangan deyishyapti. Bir qancha yangiliklar bor, albatta qo'ng'iroq qilsa batafsil ma'lumot beramiz. Pul zararligi uchun sotilmoqda deb ma'lumot qoldirishgan. Narxi 9500 dollar aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Namangan viloyati. Navbatda esa yana bir gaz elguvchi vodovoz texnikamiz sotiladi. 1990-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi. 1 yil oldin motor remont qilingan, ishga tayyor, kamchilik yo'q. Narxi 80 million so'm aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Qashqadaryo viloyati deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda yana bir gaz elguvchi vodovoz texnikamiz sotiladi. 1991-yilda ishlab chiqarilgan, 5 tonnalik suvga mo'ljallangan deyishyapti. Yurib turgan texnika naqadu holatda, hech qanday muammosi, kamchilik yo'q. Narxi 8300 dollar aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Jizzax viloyati. Navbatda esa gaz elguvchi samosval sotiladi. 1988-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi holatda, motor korobkalari ham zo'r, hadovoylar ham yaxshi, rami, kuzovlarda ham hech qanday muammosi, kamchiligi yo'q deyishmoqda. Narxi 65 million so'm aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Samarqand viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Akalar, bugungi dasturimizdagi texnikalar shulardan iborat edi. Agar ushbu roligimiz sizlar uchun foydali bo'lgan bo'lsa, qilayotgan mehnatimizning natijasini bilish uchun videoga like tugmasini bosib, albatta kanalga obuna bo'lib ketishni unutmang. Shunda navbatdagi dasturlarimizda ham yangi videolarimizni o'tkazib yubormaysiz. Hozircha xayrlashamiz, salomat bo'ling.